Aka, o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdansiz, ismingiz nima? Ismim Xayrullo, Dushanbe shahri, Tojikiston Respublikasidanman. Mana siz hozirda trak haydaysiz. Bilishimcha 1,5 yildan buyon trakdasiz. Aka, birinchi boshida trakka chiqqaningizdagi qanaqa qiziq voqealar bo'lgan, qanaqa qo'rqinchli bo'lganmi? Shu haqida gapiring. Birinchi trakni boshlashim, stajirovkam Karhavlerda o'tgan. Wow. Birinchi bo'lib moshin tashiganmiz. Endi shogird bo'lib chiqqanman. Qanaqa qiziq voqealar bo'lgan? Karxollar endi siz kichkina mashinalarni ortib tashigansizda, to'g'rimi? Karhavlerda eng asosiy dushmani shu ko'chadagi daraxtlar. Shu tagidan o'tayotganda bir-ikki marta shunday ikkinchi qatorda, ikkinchi etajda turgan mashinalarni salgina zarar berganmiz, bo'lgan bu. Hozirda o'zi karxollar haydamaysiz? Yo'q, hozirchalik faqat shu drayvenda. Hozirda Estel kompaniyasida ishlaysiz. Estel boshqalardan ajralib turadigan tomon bormi? Sizga yoqadimi Estelda ishlash? Yaxshi, yomon emas. Ishlayapmiz, Xudoga shukr. Boshqalarga ham tavsiya qila olamiz. Albatta. Kelishsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Bo'ladi, ishlasa. Har kim mehnatiga ko'ra o'z ajrini oladi. Ajoyib. Kattakon rahmat intervyu uchun. Vaqtingizga rozi bo'lasiz. Mayli. Salomat bo'ling. Rahmat.